Kunlardan bir kun qari otaxon katta o'g'lining uyiga kelib eshikni taqillatdi. Eshikni kelin ochdi va cholni ko'rib lom-lum demasdan jahl ustida erini chaqirdi. O'g'il jahl bilan chiqib, "Ota, men sizga uyimga kelmang deb necha marta aytdim" deb baqirdi. Ota kasal ovozda javob berdi. "O'g'lim, men juda qarib qoldim. Oyoqlarim og'riyapti. Davolanishga oz-moz pul kerak" dedi. Kelin jahl chiqib ichkariga kirib ketdi. Shunda o'g'il, "Ota, sizni deb keliningiz endi mendan xafa bo'ldi. Iltimos keting, menda ortiqcha pul yo'q" dedi va eshikni yopib qo'ydi. Qalbi tilka pora bo'lgan ota ming umidlar bilan ikkinchi o'g'lining uyiga yetib bordi. O'g'li ko'chaga chiqib otasini ko'rib hayron qoldi va "Ota, siz nima qilyapsiz bu yerda?" deb so'radi. Shunda ota, "O'g'lim, mening oyoqlarim og'riyapti. Davolashga oz-moz pul kerak edi. Iltimos yordam ber" dedi. Kichik o'g'il ko'zini olib qochib, "Dada, menda oz-moz yiqqanim bor, lekin men ijaraga to'lashim kerak. Sizga bera olmayman. Yaxshisi siz singlimdan so'rang. Hozir men ishga